Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylardagi qarindoshlarım, hammalarninki mushu vaqti ve bunun keyingi vaqti bu dunyolikı ve o dunyolikı her iki alemdeki baxt saadetga to'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan sizlarga her kuni bir saat vaqtimizni chiqarib Allah'ınki bizge bergen nimetinden vaqt mı bir nimet, iman, İslam o mu bir nimet, Kur'an nimet, yep içidiğen ne İslam emas, şundaq vaqt, ten sağlamlığı, egeldigen bilimde hemmesi nimet o başka. Şu nimetlerin şükranesi, yani den bize gitini beriş niyeti bilen 24 saatimizden 1 saatimizi çıkarıp sizlerle birlikte bir qancha kitapını okup tükettik. Bunun aldıda dahi bu İslam tarihini başlaştım bunun. İslam tarihi diyen bunu kullanan bir kitap. Teklemekan Uygur'un neşriyatı. Yani Abdülcelil Turan akimizdeki neşriyatı. İslam tarihi diyen bunu kitabını okuştum bunun. Biz Enes Alim Hacikimizdeki 15 yıllık emgik neticesi olan Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi diye bunu kitabını Ramazan boyunca okup Ramazan'dan keyin bayramda mı tükettik kadarlı qarindoshlar. Bu kitabını ondan keyin bunu kitap bilen birlikte siz Kur'an'dan bu sualını sorup baktınız mı? Mustafa İslam oğlu ustazdın ki bizden tedbir neşriyatimizden 2000 tane neşir kılan kitap bilen birlikte dünyanın her kandak yeriге bunu iki kitabını $10 haksız yollap birimiz $10 kitapniki uğraş hakkı ve poçta hakkı, halkara poçta hakkı. Bu sizinki şu dünyanın her kanda yerde bulun işkinizden aldığa tegidiğen poçtölem barıdı kadarlı qarindoshim. Bunu ondan haberiniz olup kalsın. Bu kitap ne? Ramazan'dan burun ve Ramazan'da okup tükettik şu kitapını. Ondan keyin kolumuzda eğer Hanzuçunu okuyduğun veya ki Hanzulağa ya ki Hanzu tilde okup çoğun olan bizninki yaş ballarımızga, qarindoshlarımızga, ufkularımızga, singillerimizga İslam dini to'g'riliq bir ma'lumot berildi desek, bunu kitapni tavsiya qilamiz. Bunun ingliz ismi bor. Mana What is Islam? Mustafa İslam oğlu ustozniki. Türkçe asli bu. Mana Mustafa İslam oğlu What is Islam? Siz hiç bu soruyu Kur'an'dan sordunuz mu degan. 4 xil tilde tercümesi var. Yakında Rusçası bütmekçi bir Özbek qarindishimiz, Qırğızstanlık Özbek bir qarindishimiz tercüme qilib atqan, bitib qolgan bo'lishi mumkin. Yaponiyaga ketdik. Bu kitapniki Yaponcha bo'lib qolsin deb. Onu bir qarindishimizga bergan. Ondan texi xabar yo'q. İnşallah umi bo'lib qolar. Bu kitaplarni o'qib tugatgandan keyin inshaalloh erkin kamning balkim shu kitobini turmushning muhim savodlari va saboqlari degan kitobni birlikda o'qib o'tishimiz mumkin qadrli qarindoshlar. Buningdan xabaringlar bo'lib qolsin. Ana o'sha bugun islom tarixi degan darsni birlikda o'rganib 7-halqaga kelgan. 7-halqamizda yani 3. babның 3. mezmunu fetihler, 4. mezmunu dastlabki içki maceralar ve neticesi degan bölümünü ko'rganmiz. Belki bu 17 bet etrafında bir mezmun buluşu mümkün. 87. betten başlasak. Şu an biraz sizlerin sabrınlarını zorlaydıgan bir ders olup kaladı. 96. bet gittiyken biz bunu 80. betten başlaydıkimiz cemi 17 bet mezmununu okup ötüdükimiz kadirli qarindoshlar. Uygumuz mu kemmeklik bizninki. Şu işini tügütüp onun için aramalarımız
dünyanın başka joylarida mütünşavatkan qarindoshlar buluşu mümkün. Allah subhanahu taala bizge şaş bir ruh inşallah oygaq bir köz bersin. Fethle deptimiz. Yani Yürek Fethi de bir kitapni tercüme kılıvatmen inşallah. O kitap tügüse onun dinkin Fethinin nimikkellikinin ait yaxşı düşündürülük. Fethler Fethi sözü lügatta eçiş, yol köstüş, qalbiga ega qilish degan ma'nolarni ifodalaydi. Atalgı cəhətdə musulmonlarning rayon və şəhərlərini İslam hakimiyyəti astığı elişi deganlik bo'ludu. Peygamber Aleyhisselam vaqtida Xaybar, Mekke qatarlıq şəhərlərinin musulmonlarning igidorchiligi o'tganligini ifodalash uchun Xaybarning fethi, Mekkening fethi deb qo'llanilgan. Raşid xalifalar davrida fethlar İran, Iroq, Suriye, Misr və Şimali Afrika qit'alariga kengaygan. Hazreti Abu Bakr dindin yeniliş hareketlerini bastırgandan keyin Suriye ve Irak rayonlarini fethi qilishni davomlashtirgan. Iroqda fethi qilingan yerlar Arab yerim aralığının her qaysi rayonlarida dindin yenib olganlarga qarshi kurash qilinayotgan vaqtlarda Paris qo'ltig'ining g'arb tarafida yashaydigan Fırat ve Dicle daryosining o'rtasidagi Sasani imparatorluğunun hakimiyeti astidagi rayonlarga safar tartiblendi. Musanna bir yılgacha Sasani tuproqlarga yurish qildi. Keyin Medinadan yardım talab qildi. Hazreti Abu Bakr payg'ambarlik da'vosi qilganlarga qarshi g'alaba qozongan Xolid ibn Validni Iroq oldingi saf qo'mondonligiga tayinladi. Xolid darhol Yamamadan Iroqqa qarab yo'lga chiqdi. Xolid u vaqtlarda Obullah Port shahrida fethi hareketlerini başlagan idi. Bu rayondagi ko'p sonda o'ltiraq markazlarini fethi qilgandan keyin Kufaning janubiy qismidagi ko'p qismi xristian bo'lgan Hiraga yetib bordi. Bu yerning xalqi bilan jizya to'lashni shart qo'shib kelishim imzoladi. Hira İslam hakimiyeti kirgandan keyin Xolid ibn Valid Fırat daryosining sharqiga o'tib, bu yo'nalishdan sharq shimolga qarab ilgarilab Anbar shahrini fethi qildi. Bir yılga yetmegen vaqt ichida Paris qo'ltig'idan Fırat daryosining shimoliga qarab suzilgan munbat tuproqlar İslam hakimiyetiga tava bo'ldi. Qadrli qarindoshlar, Hazreti Ömer İslam hakimiyetiga kirgandan Hazreti Ömer davridimi Iroq rayonlarini fethi qilish davomlashdi. Xalifaning Abu Ubayda qo'mondonligida avatgan yangi qo'shinni Sasani qo'shinni keynidan mag'lub qildi. Abu Ubayda qo'mondonligidagi qo'shin Kövrük urushida Sasani qo'shiniga yengildi. Bu vaqa Iroq oldingi safida islom qo'shinining tunji qatim yengilishi bo'ldi. Kövrük urushidagi mag'lubiyat Iroq oldingi safidagi fethlarni to'xtatib qo'ymadi. Said ibn Abu Waqqas qo'mondonligidagi arab qo'shinlari Sasaniylar bilan qilingan Qadisiya urushida g'alaba qozondi. Bu urushda Sasani qo'mondoni Rustam o'ldirildi. Keyin Sasani imperatorligining markazi Madain fethi qilindi. Qadisiya urushidan 1 yil keyin 632 yılı miladi yüz bergen Celula urushida İranlıklar Rey bugünkü Tehran'a çekindi. 642 yılda İranlıklar bilen kılınan Nihavende urushida Sasani imparatorluğu zavallıqqa yüz tuttu. Çünkü bu galibiyet İran'ın bütkül rayonunun musulmonlarning kontroliga o'tishiga imkoniyat yaratib berdi. Nihavende urushi bo'lib 3 yoki 4 yil o'tgandan keyin İran'ның ko'p qismining fethi tamomlandi.
Hazreti Osman miladining 642-yilida Hazreti Ömer davrida fatih qilingan Azerbayjonning har qaysi shaharlariga musulmonlarni o'rinlashtirib, islomiyatning tarqalishi uchun tirishchilik ko'rsatdi. 653-yilda Xorasonni fatih qilish uchun boshlangan harakat bu yerdagi markazlarni qo'lga keltirish bilan tamomlandi. 654-yilda Sasani imperatorligining hokimiyatiga xotima berildi. Suriye rayonidagi fatihlar. Hazreti Abu Bakr Xolid ibn Validni İranni fatih qilishga buyurgandan keyin Suriyaga askar avatishni qaror qildi. 4 qismga ayrilgan 3000 kishidan tarkib topgan qo'shinni Suriyaga avatdi. Keyin Madinadan avatgan qismlar bu qo'shinga qatildi. Baş qo'mondonlikqa oldida Amir ibn As, keyin Abu Ubayda ibn Jarrahni tayinladi. Amir ibn As Falastinga yetib kelganda Hazreti Abu Bakrga bir maktub avatib yordam talab qildi. Buning asosan Hazreti Abu Bakr Iroq oldingi safida fatihlar qilayotgan Xolid ibn Validni Suriyaga berishni buyurdi. Xolid bir askeriy qismni boshlab Suriyaga bordi. Suriyaga kelib bu yerlik qismlar bilan birlashib qo'mondonlikni ustiga oldi. Shu yilda Basra shahrini muasirga oldi. Shahar xalqi jizya to'lashni qabul qilib taslim qildi. Bu vaqtlarda Vizantiya imperatori Heraklius büyük bir qo'shin tayyorladi. Musulmonlar bilan Vizantiya qo'shini o'ttirisida Ejnadeyn degan yerda urush qildi. Bu urushda musulmonlar qozondi. Bu urush tunji islom fatihlar ishida muhim ahamiyatga ega. İslam qo'shinining bu g'alabasi bilan musulmonlarga Falastinning yo'li ochildi. İmperator Heraklius Ejnadeynda mag'lubiyatga uchraganligini bilgandan keyin ansirashga boshladi. Chunki bundaq atrofli tayyorlangan kuchlik Vizantiya qo'shinini yengiladi deb taxmin qilmagan edi. Hazreti Abu Bakr Ejnadeyn urushining musulmonlarning g'alabasi bilan oxirlashganligini uqib qisqa vaqtdan keyin milodining 604-yili vafot bo'ldi. Mana Suriya to'g'riliq fatihning gibi chiqdi Xolid ibn Valid. Biz Suriyadagi vaqtimizda qaysi shahar ekanlik esimda yo'q. Antakya, Malattakiya mı? Lazıqiya mı qilibchi. Bir shahar esimda yo'q aniq. Shu shaharda bu shu Xolid ibn Validninki mazarı bor, bir camiga kirdik. Şöyle bir şiir yazıp qo'yganlar. Şiir esimda yo'q aniq, ammo janglarda şehit bulanmagan mağa köpünün üstüde yetip oturup köpede öleş nisip oldu deb üzünün yazgan şiir ekan. Yani canlıya kişilik aldı taraftan 70 neçe tane şu tilingan yerli var yarıda olgan deb anladık. Lekin keyni talabda hech qanday bir nimasi yo'q degandek. Qadirli qarindoshlar, aynan jasur adam, jasur qo'mondan Xolid ibn Valid nurg'unlarimizning bolalarga Xolid deb qo'yaqlar keyin ismini uchun. Bunda bir ahvol. Suriya rayonidagi fatihlar Hazreti Ömer xalifa bo'lgandan keyin davomlashdi. Vizantiya qo'shini Ejnadeyn urushida yengilgandan keyin shimolga qarab chekinib, Iordaniyaning Fihl degan yerida musulmonlar bilan urushdi. Bu urushda 634-yildan 635-yilgacha yana musulmonlar g'olib keldi. 4 xalifa davridagi fatih qilgan joylarniki resmi bor kitobda qadrli qarindoshlar. Ya'ni 4 xalifa vaqtida fatih qilingan yerlar. yılı Şam fetih qilindi. Şamning fetih qilinishi bilan musulmonlar Rim imperatorligining bu shahardagi 1000 yillik hokimiyatiga xotima berdi.
Musulmonlarning keyni-keynidan g'alabaga erishishi Herakliusni texmi kuchli bir qo'shin tayyorlashga majbur qildi. İmparator büyük bir qo'shin tayyorladi. Bundan xabar topgan musulmonlar qo'shinni Yermukka to'pladi. İki taraf urushdi. Urush musulmonlarning g'alabasi bilan oxirlashdi. Bu g'alabiyatdan keyin Suriya viloyatining fathi osonlashdi. Aqqa, Kinesrin, Hama, Antakiya va Marash fathi qilindi. Belki biz bag'aya Yermuk bo'lishi mumkin da. Palestin ve etrafını fethi qilishga tayinlangan Amir ibn As Quddusni muhosirga oldi. 4 ay davom qilgan muhosirdan keyin musulmonlar Quddusni fethi qildi. Quddus fatrigi Hristiyan din adamı tinchlik kelishimining bevosita xalifa tarafidan imzolanishini shart qo'shdi. Bunun asasen Amir ibn As Hazreti Ömer'e mektup yazdı. Xalifa Ömer Suriye'ye kelib Quddus xalqi bilan kelishim tuzdi. Bu kelishimga asasen Quddus xalqi öz dinini qilishga ruxsat qilinadi. Chirkovlarini chaqishga, bozg'unchilik qilishga yo'l qo'yilmaydi. Yana Quddusni tark qilishni xohlaganlarning chirkov va suratlari qo'dab qilinganligini bildirdi. Depto şunun olan Suriye'nin fethi tamam oldu kadar qarındaşlar Palestin'nin fethi. Onundan keyin Mısır, Nuba ve İfrikiye'nin fethi qilinishi. Palestin'nin fethi tamamlangandan keyin Amir ibn As xalifadan ruxsat elib qo'shini bilan Misr qarab yo'lga chiqdi. Babil qalasini qo'rshovga elib Hazreti Ömer'den yardım talep kıldı. Hazreti Ömer yardımcı qo'shin evetdi. Qo'rshovning uzilishi bilan Qibtiylarning boshlig'i Muqawqis Amir ibn As bilan Misr xalqi o'ttirsa kelishim tuzishni talep qildi. Amir bu talabni qabul qilgandan keyin Muqawqis bu ahvolni Vizantiya imperatoriga bildirdi. İmparator rad qilishi bilan Muqawqis Misr Qibtiylarga vakolatan kelishimni imzoladi. Amir ibn As Babilning janubida Fustat deb atalgan yerda qarorgoh qurgandan keyin Iskandariyaga qarab yo'lga chiqdi. Yo'l ustidagi o'ltiraq yerlarni fath qildi. 4 ay davom qilgan qurishovdan keyin Iskandariyani fath qildi. Buning bilan 640-yilda Misrning fathi tamomlandi. Amir ibn As Babilga qaytib kelib, Hazreti Ömerning talebiga asosan bu yerning poytaxti Iskandariyadan Fustat qadimki Qoiraga o'tgidi. Berkani 644-yilda tinchlik bilan fath qilindi. 644-yilda Trablus, hozirgi Tripoli ni fath qildi. Abdullah ibn Said rahbarligida Arab qo'shini Ifrikiya, bugungi Tunisni fath qilib, Subaytilani bo'ysundirdi. Bunun bilan Vizantiyaning Ifrikiyadagi hokimiyatiga xotima berildi. Hazreti Osman davrida musulmonlar qo'shini Nubahni fath qildi. Bu vaqtda musulmonlar qo'shini Sudandagi Dongolagacha ilgirlab Makarra davlati bilan bir kelishim tuzdi. Musulmonlar Suriya va Misrni fath qilish bilan birlikda Oqdengiz sohillariga yetib keldi. Kemi tayyorlab dengizlarni fath qilishga boshladi. Miladining 649-yilda Qibris va Siciliya oralig'iga safar başlatildi. 652-53 yilları o'ttirsa ikinci qatimliq safarda Aralga musulmonlarni o'rinlashtirish bilan natijalendi. Vizantiya imperatori 2. Konstantin Shimol Afrikadagi musulmonlar hokimiyatiga xotim berish uchun tayyorlangan buyuk urush kemilari Fenika yaqindilaridagi Zatus Savra degan yerdagi urushda Abdullah ibn Said qo'mondonligidagi Arab qo'shin tarafidan butunlay yo'qotildi. 2. Konstantin bu urushda yordar bo'lib qutuldi. Ya'ni miladi 652-yildagi gaplar qadrli qarindoshlar. İslam fetihlerinin ba'zi alayidliklari. İslam fetihlerinin en mühim alayidliklarining biri bu fetihler İslam dininin her qaysi rayonlarga tarqalishini amalga oshirgan. Fetihler sayesinde
o'ziga xos va buyuk bir madaniyatga ega bo'lgan islom madaniyati borliq kelib taraqqiy qilgan. Musulmonlar fatih qilgan yerlardagi xalqlarga besim qilmaganligi uchun har xil din, irq va mazhab mansublari o dinlarida erkin yashagan. İslami faqihlar vaqtliq doimiy va mangulik bo'lgan Andalusdan boshqa fatih qilingan tuproqlar kunimizmo musulmonlarning igidorchiligida turmoqda. Fatih qilingan yerlarda yashayotgan xalqlar musulmonlarning adil, marhamatlik va kishilik huquqqa hurmat qiladigan insonlar ekanligini ko'rgan. Musulmonlar fatih qilingan tuproqlarga xalqlarni islom diniga kirishga majburlamagan. Faqat vaqtning o'tishi bilan bu xalqlardan ba'zilari musulmon bo'lgan. İslamiyetni qabul qilishni xohlamaganlar o'z dinida qolgan. Arablar oddiy turmushga odatlangan, ochliq va susizlikqa bardoshlik beradigan bir millat edi. Eg'ir yuki bo'lmaganlik uchun manvir qobiliyat yuqori edi. Urush jarayonida tezlikda harakat o'taydi. Atqa minish, o'qqa etish va qilish etish mahir edi. To'liq qurollangan qo'shinlarda urush taktikasi va qurol ishlatishni yaxshi biladi. 4 xalifa davrida siyosiy, ma'muriy va harbiy jihatdan tajribali bo'lgan rahbar va qo'mondonlar bor edi. Musulmonlar o'zaro va zimmiy hisoblanadigan g'ayri musulmonlarga qonun oldida barobar muomala qilgan. Va'da va kelishimlarga xiloflik qilmagan. Ularning hayoti, mol-mulki va ibodat yerlariga chiqilmagan. Ulardan olgan jizya bilan ularni qo'g'digan. Agar ularni qo'g'dash kuch yetmaydiganligini bilgan hamon ulardan olgan jizyani qaytarib bergan. Bu xil go'zal axloq har xil rayonlarning fatini osonlashtirish, yerlik xalqning qarshi chiqishining oldini olgan. Vizantiya va Sasani hukmdorlari har xil millatlarni tarkib topgan har xil din va mazhabdagi insonlarga yaxshi muomala qilmagan. Ularning diniy e'tiqodiga hurmat qilmagan. Bu ahvol har xil qarshiliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Xalq Vizantiya va Sasani hukmdorlariga diniy jihatda yaqinchilik qila olmagan. Xalq adolatdan yiroq va hadis turmaydigan, pul lozim bo'lganda xalqqa boj qo'yib, majburiy tartib oladigan hukmdorlardan rozi bo'lmagan. Fatih qilingan yerlardagi har xil din va mazhabdagi insonlar musulmonlarning Vizantiya, Sasani hukmdorlariga qaraganda yaxshi ko'rgan. Musulmonlarning odil muomalasini ko'rgan xalqlar musulmonlarning hokimiyatiga kirishni o'zlarining qutulish yo'li deb bilgan. Chunki musulmon rahbarlar hokimiyat ostidagi insonlarning din va aqidalariga aralashib olmagan. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib fath to'g'riliq mazmunlarni birlikda o'rganib o'tdik. Endi 4-mazmun dastlabki ichki majrolar va natijasi. Birinchi Hazrati Osman davri. Dastlabki ichki majrolar va natijasining birinchi mazmun Hazrati Osman davri. Onundan keyin Hazreti Ali davri. Onundan keyin Siffin vaqasi milodining 657-yili. Onundan keyin qadrli qarindoshlar mazmun tugaydi ekan. Qani nechilik bo'ldi, nechilik? 23 minut vaqtimizni fatihlarga bo'libdimiz. Endi dastlabki ichki majrolarga qadrli qarindoshlar biroz vaqt ajratmasak bo'lmaydi. Ichki majrolar uni ayrim 96 ekan, 87 dan 96-betgacha birlikda o'rgandik ekanmiz. Uni 8-halqa qilaylik qadrli qarindoshlar. Heli birdemden keyin görüşküçe aman bulunlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.